alaykum. Efirda Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining hafta dayjesti. Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida hafta davomida olib borilgan xizmat faoliyati natijalari bilan tanishtirib o'tamiz. Navoiy shahrida fuqarolarning murojaatlarini ijobiy hal etish maqsadida ommaviy sayyor qabul o'tkazildi. Yurtimizda aholi muammolarini joyiga chiqib o'rganish, ularni bevosita eshitish tub islohotlarning amaldagi ifodasidir. Navoiy shahrida tashkil etilgan ommaviy sayyor qabulda hokimlik huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari, ijtimoiy soha vakillari yo'nalishlari doirasida fuqarolarning murojaatlarini tingladi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Azat Tasbayev ham qabulda shaxsan ishtirok etib, unga yaqin fuqarolarning moddiy, ijtimoiy, huquqiy masalalarga oid murojaatlari, maishiy nizolar va ajrimlar bo'yicha shikoyatlarini tingladi. Qabulda qatnashganlarning aksariyati muammosiga ijobiy yechim oldi. Ya'ni ba'zi fuqarolarning shikoyatlari tekshirilishi, aniqlik kiritilgandan so'ng xulosa berilishi va yoki hal etilishi ma'lum qilindi. Muxtasar aytganda, rahbarning fuqarolar bilan bevosita yuzma-yuz uchrashuvi aholi muammolarini tizimli ravishda o'rganish va hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Fuqarolar muammolarini kompleks o'rganishdagi bu kabi uchrashuvlar hududlar bo'ylab davom etmoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasida korrupsiyaga qarshi kurashish siyosatining mazmun mohiyati mavzusida tadbir tashkil etildi. Dunyo miqyosida e'tirof etilayotgan davlatning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy taraqqiyotiga jiddiy to'siq bo'layotgan illat korrupsiya. Unga qarshi kurashish borasida umumrespublika doirasida muntazam targ'ibot tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2025-yil 26-may kundagi 202-sonli dolzarb 10 kunlik farmoyish ijrosi bo'yicha hamda soha vakillarini halol va mas'uliyat bilan xizmat qilishini ta'minlash maqsadida Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ishtirokida korrupsiyaga qarshi kurashish siyosatining mazmun mohiyati mavzusida tadbir tashkil etildi. Tadbirda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari, huquqshunoslar, ommaviy axborot vositalari vakillari, shuningdek Navoiy viloyati hokimligi jamoatchilik kengashi korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashi a'zolari ishtirok etdi. Unda so'z organlar tomonidan ichki ishlar tizimida korrupsiyaning oldini olish bo'yicha ma'lumotlar berilib, bora bilan bog'liq holatlarning oqibatlari tushuntirildi. Jarayonda ishtirokchilarga mazkur illatning ijtimoiy huquqiy oqibatlari aks etgan va ogohlikka chaqiruvchi bukletlar tarqatildi va korrupsiyaga qarshi kurashishda jamoatchilik nazoratining roli va fuqarolarning faol ishtiroki muhimligi alohida ta'kidlandi. Bu kabi tadbirlar jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirishda, xodimlarning o'z xizmat vazifalariga xolis va halollik bilan yondashishida muhim asos bo'lishi shubhasiz. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati topshirig'iga asosan viloyat hududida jamoat tartibini saqlash, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi, probatsiya va qo'riqlash sohasida ish samaradorligini o'rganish, xodimlarga amaliy yordam ko'rsatish, shuningdek, viloyat hududida huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish maqsadida bir qancha chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Hozir shu haqda Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati topshirig'iga asosan viloyat hududida jamoat tartibini saqlash, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi, probatsiya va qo'riqlash sohasidagi ish samaradorligini o'rganish, xodimlarga amaliy yordam ko'rsatish, ayniqsa Navoiy shahrida kriminogen vaziyatdan kelib chiqib huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish maqsadida chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Mazkur tadbirlar ijrosini ta'minlash maqsadida sohaviy xizmatlar hamkorligida tayyorlangan taqsimot asosida joriy yilning 2-iyun sanasidan 8-iyun sanasiga qadar xodimlar joylarga biriktirildi. O'tkazilgan yo'riqnomadan so'ng hamma o'z xizmat faoliyatini boshladi. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan Navoiy shahridagi Islom Karimov ko'chasida harakat xavfsizligi ta'minlangan holda nazorat va reyd tadbirlari tashkil etildi. Amur Temur ko'chasida harakatlanib kelayotgan Cobalt rusumli transport vositasi haydovchisi yo'l-patrul xizmat xodimlariga boshqaruv huquqini beruvchi hujjat taqdim eta olmadi. Xo'sh, mashina kimga tegishli? Akaga tegishli egasi keladi. Sizni yoningizda shaxs tasdiqlovchi biror bir hujjat bormi? Pasport bormi, biror bir shaxs tasdiqlovchi hujjat? Hech nima yo'q, to'g'rimi? Mashina qayerda? Mashina ayyorda. Yo'q, yonlarida. Yoningizda hech nima yo'q, to'g'rimi? Shu bo'yicha tegish tartibda bayonnoma rasmiylashtirib, mashinangizni vaqtincha jarmadan olib boramiz. Shu kuni harakat davomida xavfsizlik kamari taqmagan, transport vositasini tegishli hujjatlarsiz boshqargan, odam tashish qoidalarini buzgan haydovchilarga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'rildi. Nazorat tadbirlari joylarda davom ettirilmoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan navbatdagi jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlari amalga oshirildi. Mamlakatimiz rahbarining 2020-yil 30-oktyabr kunidagi sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni, Ichki ishlar vazirligining 2024-yil 5-oktyabr kunidagi 555-sonli buyrug'i va Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining 2024-yil 1-yanvar kunidagi 1-sonli buyrug'i talablari asosida viloyat ichki ishlar boshqarmasi apparati xodimlari bilan navbatdagi jismoniy tayyorgarlik
tayyorgarlik mashg'ulotlari o'tkazildi. Jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlariga mutaxassis instruktor jalb etilib, xodimlarga o'z-o'zini himoya qilish, sambo va qo'l jangi usullari bo'yicha mahorat darslari o'tildi. Bundan tashqari belgilangan dasturga ko'ra jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlari boshqarmaning barcha sohaviy xizmatlari hamda hududiy bo'limlari xodimlari ishtirokida ham tashkil etilib, muntazam ravishda crossfit, triatlon, to'siqlarni oshib o'tish, tezkor harakatlanish va yengil atletika sport o'yinlari o'tkazilib kelinmoqda. Bu kabi jangovar va sport mashg'ulotlarining o'tkazilishi jinoyatchilikni oldini olish va jamoat tartibini saqlashda xodimlarning jismonan sog'lom va jangovar shay holatda bo'lishida muhim ahamiyat kasb etadi. Besh tashabbus olimpiadasi doirasida Ichki ishlar vaziri kubogi uchun sportning voleybol turi bo'yicha musobaqaning viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Besh tashabbus olimpiadasi doirasida Ichki ishlar vaziri kubogi uchun sportning voleybol turi bo'yicha musobaqaning viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Musobaqada olimpiadaning shahar tuman bosqichlarida g'olib bo'lgan 16-21 va 22-26 yosh toifasidagi o'g'il-qizlardan iborat jamoalar final bosqichida kuch sinashdilar. Qizg'in bahslarga boy bo'lgan musobaqa yakuniga ko'ra 16-21 yosh o'g'il bolalar orasida 3-o'rinni Qiziltepa tumani, 2-o'rinni Kanimyaq tumani, 1-o'rinni Nurota tumani jamoalari egalladi. 22-26 yoshdagilar orasida 3-o'rinni Xatirchi tumani jamoasi, 2-o'rinni Qiziltepa tumani jamoasi hamda 1-o'rinni Zarafshon shahar yigitlari qo'lga kiritdi. Mazkur musobaqaning qizlar o'rtasidagi bahslashuvi ham murosasiz kechdi. Final bosqichiga qadar yetib kelgan qizlar jamoalari orasida 16-21 yosh hisobida 3-o'rinni Tomdi tumanining Aqtob jamoasi, 2-o'rinni Zarafshon shahrining Istiqlol jamoasi egalladi. Kanimyaq tumanining Sho'rtepa mahallasi jamoasi 1-o'ringa munosib deb topildi. 22-30 yosh toifasida Navbahor tumanining Chorvoqguzar mahallasi qizlari 3-o'rinni, Zarafshonning O'zbekiston mahallasi jamoasi 2-o'rinni egallagan bo'lsa, Xatirchi tumanining Jaloyir mahallasi qizlari 1-o'ringa sazovor bo'ldi. Bugun 5 tashabbus olimpiada doirasi bo'yicha 22-30 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasida voleybol bo'yicha viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Bunda biza Zarafshon jamoasi faxrli 1-o'rinni egalladik va biza bundan juda xursandmiz. Respublika bosqichida faxrli o'rinlarni egallashga harakat qilamiz. Musobaqa yakunida ishtirokchilar tashkilotchilar tomonidan diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. Viloyat huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari o'rtasida sportning yengil atletika turi bo'yicha musobaqa o'tkazildi. Yurtimizda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, ayniqsa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari o'rtasida do'stona munosabatni mustahkamlash hamda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish maqsadida muntazam ravishda sport musobaqalari tashkil etib kelinmoqda. Ayni shu maqsadda Navoiy viloyati Dinamo jismoniy tarbiya va sport jamiyat kengashining tegishli buyrug'iga asosan Navoiy shahrida joylashgan So'g'diyona sport majmuasida viloyat huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari o'rtasida sportning yengil atletika turi bo'yicha musobaqa tashkil etildi. Xodimlarning chaqqonligini namoyon etuvchi ushbu musobaqa 100 metr, 200 metr, 400 metr, 800 metr, 1000 metr va 3000 metr masofalarga yugurish turlari bo'yicha o'tkazildi. Jarayon qizg'in va murosasiz davom etib, har bir ishtirokchi g'alaba uchun astoydil harakat qildi. Yakuniy natijalarga ko'ra 3-o'rinni 75-32 sonli harbiy qism jamoasi, 2-o'rinni viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoasi egalladi va mutlaq g'oliblik davlat xavfsizlik xizmati Navoiy viloyati bo'yicha boshqarmasi jamoasiga nasib etdi. G'olib va sovrindorlar tashkilotchilar tomonidan diplom, medal va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Dasturimiz davom etadi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyat hududidagi bolalarni oromgohlarga tashuvchi barcha korxona tashkilot avtobus haydovchilari bilan profilaktik suhbatlar amalga oshirildi. Har yili yoz fasli boshlanishi munosabati bilan bolajonlarni ko'ngilli hordiq chiqarishlarini ta'minlash maqsadida hamma birdek jon kuydiradi. Joriy yilda ham bu borada mas'uliyatni yanada oshirgan holda mutasaddi idoralar hamkorligida tizimli chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Jumladan Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan viloyat hududidagi bolalarni oromgohlarga tashuvchi barcha korxona tashkilotlarining avtobus haydovchilari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Bunda haydovchilar hushyorlikka, oraliq masofani saqlash, tezlik me'yorlari va amaldagi yo'l harakati qoidalariga rioya qilish, bolalarni tashish talablariga alohida e'tibor qaratishga chaqirildi. Haydovchilar tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, tegishli hujjatlari mavjudligi yana bir marotaba nazorat tartibida o'rganib chiqildi. Dastlab bunda 10 yildan kam bo'lmagan ish malakasiga ega bo'lgan hamda tog'li hududlarda harakatlanishga yetarli tajriba orttirgan haydovchilar tanlab olindi. Avtobuslarning texnik holati, ularni taniqli bolalar belgilari, o't o'chiruvchi jihozlar, tibbiy quticha bilan ta'minlangan
ta'minlanganlik holati ko'zdan kechirildi. Favqulodda vaziyatlarda harakatlanish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilganligiga alohida e'tibor qaratildi. Ushbu yo'nalishdagi tadbirlar mavsum boshidan alohida nazorat ostida o'rganilmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Sohaga oid bo'lgan voqea hodisalar va eng ishonchli ma'lumotlar bilan Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali batafsil tanishishingiz mumkin. Haftani yaxshi yangiliklar hamrohligida xotirjamlik bilan o'tkazing. Salomat bo'ling.